aka, antikanlaringizni olib tashlab bera olasizmi? Nasıl? Anaqa o'sha pulni tikkan qilganlaringizni olib tashlab bera Hozir olasizmi? o'tirsa padosh titilib ketadi seni. Nima degani? Mana bu yonida anaqasi bor, mana bu pulni titilib ketadi. Mana bu hozir ip sotadigan bo'lsam, mana bu bigiz kirgan joylar pulni titilib ketadi, shu bilan anaqa o'nglanmaydi demoqchi. Bu bir marta tikiladi, shu bilan agar padosh sinsa ham boshqa padosh qo'yish kerak. Atak buni hozir sotib tashlaydigan bo'lsam, umuman anaqa qilib o'ynadim. O'zi balki kiyib ham bo'lmayapti-da, tikkanlarni shunday olib bera qoling. Hozir olib bergan bilan baribir kiyolmaysiz. Boshqa odamga qildiraman. Hozir sotadigan bo'lsam, buni hozir mana bu polni kesadigan bo'lsam, mana bu narsa polni titilib ketadi. Mana bu rezina bormi, yuqa joy. Atela o'zi bu yoqdan tikilardi, lekin men ko'rinmasini bu yoqdan tikib berdim. Hozir mana bu rezina polni yirtilib ketadi demoqchiman. Anaqa tor tikkan ekansiz, oyog'i olib tashyapti-da. Yo'q. Buni o'ng tomoni tor, chap tomoni normalniy turibdi-da. Anaqa oyoq qattiqroq, bitta oyoq kichkinaroq bo'ladi, qizim. Hozir buni Men kiyib turib, keyin yetilgandan keyin beryapman, maylimi? Men bilsam kerak. Oyog'i lekin bir tomon sal kaltaroq A bo'ladi. sizki shunaqa bo'lsa, meniki unaqa degani emas-ku. hozir buni ipini sotib tashlaymi? Tikkaningizni olib tashlang. O'zi tikkaningizni olib tashlang. Hozir kesib olib tashlasam, keyin boshqa usta ham tika olmaydi buni. Anaqa ipingizni olib tashlang, shunday ipni olib tashlasa bo'ladimi? Iplaringizni. Tashlab bo'lmaydi, seni mana bu polni kesilib ketadi, oldingisidan ham battar bo'lib ketadi, shu bilan tikib bo'lmaydi buni. Agar rast boshqaga qildiradigan bo'lsa, u tiyini almashtirishingizga to'g'ri keladi. Buni o'zidan ustidan umuman tikib bo'lmaydi, hozir ko'chirib tashlaydigan bo'lsa. Unda tor tikib qo'yasiz. Tor tikkanim yo'q, buni hammasini mana kleyni o'zini iziga tushib tikkan bo'lsam. Qanaqasiga tor tikkan? Bunisi boshqa, unisi boshqa bo'lib qolgan. Mana bunisi tor bo'lib qolganning, unisi normalniy turibdi. Anaqa yirtilgani tor tikkansiz. Ikkalasi ham yirtilgan. Ikkalasi ham Yo'q, ochilgan. yirtilasi yirtilmagan. Mamniti faqat yirtilganda xolos. Siz aylantirib, yirtib anaqa qilib chiqdingiz, aylantirib. Aylantirib chiqdim, lekin men ochganim yo'q, ochilgan joyini yaxshilab anaqa qilib. Ochilganini tor tikkansiz deyapman. Tor tikilmaganda tor Hozir tikilgan. mamniti ham xato tikkansiz, qarang. Mana shu yerda ochilgan edi, faqat shu yerda ochilgan, o'sha yerda xato tikkansiz. Hozir qanaqasi bitta kiydim. Mana bunisi torli qilyapti. Anaqa tikkaningiz, mana bu bor, yirtib ketgan joyi tikkaningizga kelib torli qilyapti. Joyiga tushirib tikdim. Qanaqasiga torlik qiladi tushunmadim. Oyoq kiyim oldim. Navbat oyog'imga katta deyapsiz sen buni. Men katta demadim, men katta olganman, normalniy turish uchun deganman. Sut berishni